Nayet qiziqarli odam yuziga intayin jalb qiladigan voqelik nayet jiddiy. Jugulyan Smayladek nayet kalli shiltadigan, mashtaq aql parasti va voqelik madan intayin qiziqtiradigan bir kitob o'qisam bo'ladi. Mojundaq bir kitob bo'lsa, bir o'qib ichib kirib ketsam deganlarga mana Holmesning anz bejirishi, ma kitobni tavsiya qilaman. Bu kitob 3 qismli kitob. Ştom, qattiq taş, mushundaq yo'g'on oldida. Endi bu Holmes bu shaxs bizga bak notunush emas. Kichigimizdan tortib buniki televiziya teatri, kinolarni ko'rgan. Yaqin zamondan chiqqan mayli Galtiya rolnagan, mayli Chibosh rolnagan har xil benbenki kinolarim bor. Endi buning kitobi haqiqatan qiziqarli. 5 yil bir boshlasanglar, oxir qandoq bo'la? Mashni kim o'ltirganda Holmes bu qalami asli qotil omudu deb qiziqib ketsizlar. Endi bu 3 qism yo'g'on tursa qimmat o'xshaydim deb qamanglar. Meni Guanjol qilgan bo'lsanglar, bu kitob faqat 49 ko'y, 2 jumla, 3 qism 49 ko'y, kirasi butunlay yaxsiz. Yoqtirgan do'stlar meni Guanjol qo'yib, ostidagi seri qartini setib olsanglar bo'ladi. Rahmat.